Assalomu alaykum. Davolasi ishlar tugatib oldi. Bitta tugatguncha ham ancha qiyin bo'lib ketdi. Va hamisha aytaman, klassik mana unaqa gulli nalishni olinadigan bo'lsa, kesiladigan joy bo'lsa, umuman bunga qo'yilmaydi. Umuman qo'ymaslik kerak. Mana bitta qulog'i yo'q, bitta qulog'i bor, mana 45 bo'lgan. Bu chiroyli chiqmaydi. Pradolniga kesib qo'yamiz mana. Devorlar qiyshiq. Mana avalni bo'lyapti devorlar. Mana gulli hisobiga qalin joyi, mana qalin joyi, bu tomoni yupqa, mana qalin joyi kesilib ketib qo'ygan. Mana chiroyli chiqmaydi bu nalichlikda. Xunuk chiqadi. Bizni ham qiynaydi. Devorda qaranglar. Bu o'zi oldi arqi nalichni bo'lishi kerak, davor qo'yilmaslik kerak. Davorda qaranglar. Tepasi 1,5 santimetr. Pasi 3,5 santimetr. Devor yotgan qiyshiq devor. Sababi hozir bu devor mana 7 santimetr qalinligi, mana 6 santimetr, 7 santimetr. Mana shu korobkaning qalinligida. Bir xilda bo'lishi kerak. Faskiga tiqilmadi, hozir mebel ham xalaqit qildi, ustidan yopishtirib qo'ydik. Mana unaqa bo'lib, mana xunuk chiqadi demoqchiman. Xunuk chiqadi, bir-biriga yaxshi kelmaydi. Gulli nalichni. Gulli nalichnida mana buni to'liq tushadigan joy bo'lsa, unda chiroyli chiqadi. Kesib qo'yiladigan joylar, tем более klient uyini bilmaysan, to'g'ri qiyshiqligini mana. Tayi 1,5 santimetr. Korobka o'z devorga, betonga taqalib yotibdi. Bu beton bu. Mana tepasini qaranglar. Qalinligi. Tepasi qalin, tayi yupqa. Men zo'rg'a tiqib oldim. Bo'lmasam olish kerak. Mana aslida buni butun joyiga tushadigan joylariga va shuni gulli olish kerak edi. Mana uni pradolni kesilib tushadigan joyga oddiy yapaloqdan qo'yish kerak. O'shanda biz ham qiynalmaymiz, keyin ko'rinishi ham unaqa xunuk ko'rinmaydi. Chiroyli bo'ladi. Hozir men yana bitta xonani ko'rsataman. Bu devor ham shunaqa. Tayi yupqa yo'q bo'lib ketgan. Tepasini lampalasi bor mana. Mana uni chekka. Bu qiyshiqni bilintirib beradi bu. Gulli nalish. Bitta prayomlar kalta ekan, pas ekan. 2-3, 2-4, 2-2 hammasini eshikni kesib chiqqanmiz. Mana eshik tualet hammom bir xil qilib o'rganmiz. Buni o'rtadagi devor. Bu ham 6-7 santimetr qalinligi. Bizning nalichligimiz qalinligi 9 santimetr. Korobkani qo'yganimizda to'g'ri kelmadi. 20 lik davorda kesib, mana palasa ko'rinib turibdi, to'g'ri? Palasa chiziq. Davorda ikki tomondan zavodskiy tomonidan oldim. O'rtasini kesib olib tashladimda, kilaylab, fonni chiroyli qilib kilaylab berganman. Lekin nalichni qo'yib bo'lmaydi. Mana undan. Qo'yiladigan bo'lsa ham mana undan tekis nalichni qo'yib yuborish kerak ular. Paslari betoni qiyshiqlagan, uni ham nalichni kesib qo'yganlar ancha chiroyli bo'ldi. Bu eshikni qo'ymasdan oldin devorni betonni kesganmiz. Mana piratik turibdi o'zi. Buni betonda
bir tomondan 3 santimetrga hisob tashlaganman. Mana bu yerda devor yo'q mana bu yerda. Mana bu yerdan tugagan. Mana uzun kelib turgan devor mana bu yerdan tugagan. Biz bu yerga reka qo'ydik. Ishni oldida ozgina nima qildim, video qilaman esimdan chiqib qolibdi, ko'rsatmam. Keyin mana devor. Ko'ryapsizlarmi? Chiqib turibdi, 1,5-2 santimetr. Uni tayi kirib ketgan. Ko'rinib turibdi. Bu devorning o'zi Soyuz paytida qurilgan domlarda tualet hammomi bitta kabinka bo'ladi. Shu kabinka o'zi qiyish qo'ygan. Bu uylarda hammasida shunaqa. Tak что birinchi bilib olinglar qanaqa nima qilsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Mana shu 6 ta eshikni 3 kun qildik. Ishonasizlarmi? Joyi, razmeri to'g'ri emasda. Agar razmer joylar to'g'ri bo'lsa, ko'pi bilan bir uzog'i 2 kunda bitirsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.